O молодец. Ha, qani kim kuchli? Attene. O'zini ham ko'ringchi. Hoppa. Endi mana bunday qising qo'lingizni bir-biriga. Nafas olib chiqardi, ko'rdingmi? Dediki mana shu. Va bir vaqt o'zida eng effektivniy tanani o'nglash uslubi. Qo'llaringiz qanday? Yaxshi bo'lyaptimi? Chiqir qilib o'ynayapsizmi? Pianinolarga? Pianinoga. Taran tan tan Gülistonlikman. Hop. O'zi yaxshi. Yaxshi holat, yaxshi. Sezilyaptimi harakatlar? Anikilar yo'qmi? Spazmlar yo'qmi? Oldingilar osilib qoladi. Osilib menga yaxshi ko'rinyapti. Yaxshi qo'llab qatganda bo'shmas. Ayniqsa shu buyoqdan chiqqan kunlarimiz rosa bilindi. Dinamika bor-da xullas, ha? Qo'lda dinamika bor, ha? Bo'lmasa qo'lingizni bunday qilib qo'ying. Shu qo'lda endi normal. Yo'q, bunday qiling qo'lingizni. Xo'p, demak, hozir nima chiqsa sizga aytaman men. O'zimni his qilganlarimni sizga aytaveraman. Chunki buni o'zini qo'lini test qilib bo'lmaydi-da yosh bolalar. Shuning uchun ham biz shu ilmni rivojlantirganmizki, mana shu testga yaramaydigan bemorlar, juda og'ir bemorlar, qarilar, yosh bolalar, misol uchun chaqaloqlarni shunaqa test qilamiz. Ya'ni bemorning jismida bo'ladigan impulslarni, harakatlarni, to'lqinlarni o'zimizga singdiramizda, o'zimizni nerv reflekslarimiz orqali baholaymiz. Ya'ni mani qo'lim bo'shashsa, demak buni ham qo'li bo'shashdi degani. Mani qo'lim qotsa, buni ham qo'li qotdi degani. Buni ham nerv, ya'ni buni nerv tizimida qanaqangi to'lqinlanish bo'lsa, menda ham xuddi shu narsa aks etadi. Bo'ldi shu. Mana bu bezimenniy paletsda impuls yaxshi emas. Чувствительный neyronlarning faoliyati yaxshi emas. Ana shunda anaqa emas, yaxshi emas. Ya'ni чувствительный voloknalar bor, ya'ni hislarni his qiluvchi voloknalar bor, dinamikani his qiluvchi voloknalar bor. Mana shu narsa ya'ni oqsayapti. Dinamika yaxshi. Demak, qarang, o'sha birinchi muolajamizning o'zidayoq dinamikani anaqasi tolalarning faoliyati o'zgargan. Ya'ni mushaklarni qisilib, qisqarib bo'shalishini ta'minlovchi neyronlarning o'tishi yaxshi. Lekin чувствительность, issiq sovuqni, bosimlarni biluvchi anaqalar biroz orqada qolyapti. Bu panjada va bu panjada. Bunda mana bunda bu qo'lini mana bu o'rtada dinamический voloknalarni ishlash kerak. Yaxshi. Bunda bitta paletsda bor, dinamika ozroq orqada. Demak, mana buni hozir ildiziga kirsak, bu ikkita paletsda neyronlarning ildiziga kirsak, hozir nima uchun bunday bo'lyapti? Bu yo'ldami muammo? Bu bo'yindami muammo? Tushunyapsizmi? Endi bu jag'dami muammo? Va hokazo. Sababini yana izlaymiz. Balkim o'tgan safargilarni hali yana qo'shimcha ishlash kerakdir o'tgan safargilariga. Chunki bittada tiklanib qolmaydi-ku endi. O'sha yadrolar bittada tiklanib qolmaydi. Qiyin. No, yomon emas. Yoshlarniki tezroq tiklanadi-da. O'tgan safar qanday yig'ladi? Og'ayni bo'lib qoldik-a aka, ha? Qo'rqmaysiz, endi qo'rqmayapsiz, ukol qilmayapman mana.
Manda ukol yo'q ekan-a? Yo'qmi Robiya opam? Yo'q-a? To'g'ri. Manda ukol yo'q. Faqat mana shunday massaj qiladi bo'ldi. Men qo'llarim bilan shu qilaman-a. S2 da bor nimadir. S2sida chap tomondagi simpatik tugunda funksionalni orqada qolyapti. Silish. Yo'q, silish emas. Funksionalni aktivlashmagan. O'sha o'tkazuvchanligi, impuls o'tkazuvchanligi, impulsni kontrol qilish hali to'liq aniq bo'lmagan. S2 chap tomon bu. Chap tomonniki. S5 da ham bor. Katta darajada emas, bor lekin 20-30% dan ziyodroq bo'lishi mumkin agar anaqa qilsa. Aniqroq baholasi. S8 nervda ham bor. Как раз o'sha S8 nerv qo'lni uchigacha keladi-da o'zi ta'siri. Bo'ldi, 3 ta narsaga ishlaymiz, xudo xolasa. Bo'shashyapti. Nafas olib chiqardi, ko'rdingmi? Dediki, mana shu beixtiyor anaqa. Ta'sir o'tkazishni boshlagandan a'zo qarshilik ko'rsata boshlaydi. To qarshiligi yo'qolguncha ta'sir qilib turish kerak. Yana nafas olib chiqardi. Yaxshimi nafas chiqarish? Ba'zi bu ham o'sha anaqada, o'sha расслабление bo'ladi nervniy sistemaga. O'sha beixtiyor bo'ladi, chuqur. Eng bezarar va bir vaqt o'zida eng effektivniy tanani o'nglash uslubi. Foyda qilsa xuddi mo'jizaga o'xshagan foyda bo'ladi. Foyda qilgan payt xuddi vaziyat xuddi mo'jizaga o'xshaydi. Bitada og'riqlar yo'q bo'lib qolgan holatlar ham bor-da, yo 70% og'riqlarni pasayib ketgan holatlari ham bor-da, 5-6 minut ichida. Agar foyda qilmasa, umuman zarar qilmaydi. Eng yomon holat bo'lsa, foyda bo'lmagani bo'ladi. Tushundingizmi? Bo'ldi, zarar bo'lmaydi demak. Men shuning uchun ham yillar davomida shu uslubni rivojlantirganman-da. Tushunib yetganman-da. Chaqaloq-u katta kichik umuman farqi yo'q. Qulay. Odamlar ishonadimi? Ishonmaydimi? Kopeyka. Mana ishonib kelyapsizlar-ku. Ha, foydasini ko'rgandan keyin ishonamiz. Siz meni YouTube'dan bildingizmi, ishonib yoki kimdir aytdimi siz? Opam keldi-ku, opam. Ko'rdingizmi? Opam, akam. Xudo nasib qilgan odamlar o'zi og'izdan og'izga aytib, foydasini topib kelaveradi. Ishonayotganmi, ishonmayotganmi degan davrlarim o'tib ketdi meni. Oldinlar ko'p gapirmasdim. Ishonmaydi odamlar. Ishonmaydi odamlar. Endi ishonadimi, ishonmaydimi, borini ko'rsataman. Nimaga o'ris ko'rsatadi, amerikalik inglizlar ko'rsatadi shu narsani ochiq qo'lidan keladigan ishni borligini. Boshqa millat ko'rsatadi. Nimaga biz yoshirishimiz kerak? Qayrimiz kam bizani? U millatdan qayrimiz kam? Qo'limizdan kelgan ishni, hayotda o'rni bor bo'lgan ishni, tajribani ko'rsatishga haqqimiz bormi? Ishonmasa bizani problemamizmi? Yo'q. Ishonmagan odamning problemasi. O'zida yo'q, nima? Boshqada ham yo'q. O'zi to'lqinni eshita olmaydi, boshqa ham eshitishi mumkin emas. O'zi qo'li bilan ta'sir qila olmaydi, demak boshqalar ham ta'sir qila olmasligi kerak. Degan tushunchaga yashaveradi. Yashaversin, bizni hech kimni ayblamaymiz, boshqa qilmaymiz. To'g'rimi? Obiyaxon? Reaksiya yo'q deganingiz hozir yaxshi. Reaksiya yo'q deganim qarshilik qilmayapti organ menga. Organni men eshitgan paytim, organga ta'sir o'tkazgan paytim qarshilik qilmayapti organ. Menga farqi yo'q deyapti, erkin. Organning ritmi erkin. Yaxshimi? Albatta, shu reaksiya bo'lmas. Shungacha ishlaymiz, reaksiya tugaguncha ishlaymiz.
Bu seansga yana qaraymiz. Agar bir hafta 10 kun davomidan keyin tekshirganda ham yana shunday bo'lsa, bo'ldi, tiklangani bo'ladi. Ustozim dars o'tib turadida, bitta yarimta shunaqa aytib og'riganlar chiqadi. Ham o'rgangani borgan, ham og'rigan, o'rgatish jarayonida ko'rsatadi. Og'riq pasayib qoladi yoki yo'qolib qoladi. Chuda deydi. Chuda deydi. Kulishadi. Mana darsga borganlar kulishadi-da. Chuda emas-da, o'zi ham biladi chuda emasligini. Chuda emas bu. Prosta odamlar chuda deb o'ylaydi-da. U yoki ko'rmagan u bo'lib ketadi. Kerak, u chuda emas u. U oddiy jarayon, biologik jarayon, oddiy. Man biologik mavjudot, bu ham biologik mavjudot. Ta'sir. Mani quvvatim katta-da. Mani quvvatim ong ostim kuchi katta bunga nisbatan. Shuning uchun mendagi zaryad bunga ta'sir qiladi. Bu shunaqada. Bu boshqa qanday oddiy tushuntira olasiz? Mana o'sha qarang. Men ta'sir qilaman yana. Reaksiya yo'q. Reaksiya yo'q. Reaksiya yo'q. Endi aqljon, mani qo'lingizda bunday qilib torting o'zingizga. Bunday torting. Torting, torting mana. Torting, yaxshi. Bunisini ham torting. Bunisini ham torting o'zingizga. Buni torting. O, молодец. Ha, qani kim kuchli? Attene. Mana qo'lim hozir sinib ketaman qildi-ki. Qani bunisini ham ko'raylik-chi? Aha, bunisini ham ko'raylik-chi? Torting. Молодец. Bunisini ham ko'raylik-chi? Молодец. Bunisini ham ko'raylik-chi? Hoppa. Endi mana bunday qising qo'lingizni bir-biriga. Qising, qattiq qising bir. Yes. Bunisini ham qising. Qising aqljon, qising. Davay, qattiq mashq qilamiz, ha? Молодец. Qising. Qising. Молодец. Bor, reaksiya bor. Demak, o'sha mashqlar yana davom ettirasiz. Pianino deganda ham oxiri. Pianinoga bormadingizmi hali chalishga? Pianino, mana o'yinchoq pianinolar bo'lmaydi. Farqi yo'q, bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi, boshqa aniq emas.